Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz hamma kitobxonlardan bir necha savollar so'rash uchun Seulga kelganmiz. Ularni eng ko'p yig'latgan, eng ko'p emotsiya bag'ishlagan, eng ko'p eslarda qolgan va agar ularning hayoti haqida kitob yozilganda, uni sarlavhasi nima bo'lar edi degan savollarni ularga berib ko'ramiz va javoblarini ko'ramiz. Va hamda eng zo'r javob bergan kitobxonlarga biz hadyalar ham ulashmoqchimiz. Agar sizlarning hayotinglar haqida bitta kitob yozilganda, o'sha kitobning nomi nima bo'lgan bo'lardi? Marhamat. Кажется, то, что эта книга была бы про романтику, про любовь. Хорошо. А также она была смешана с деньгами, с карьерой. Хорошо. А название книги? А название, наверное, выбор между карьерой и любовью. О, окей. Интересно. Zaro muhabbat. Nimadir рассказ emas, просто qanaqadir ism qo'ysa, Vivi deb qo'yardim. Vivi bitta odam klichkasida bu. nimani aytadi? Shu kabi shu bitta nomi bo'lsin-da, kabi shu bitta odam haqida istoriyat beradi, как hayot o'tgan. Qayg'uli yoki xursand bo'ladi, shodlik bilan bo'ladi. Lekin shu drama momentlari ham bo'ladi. Drama. Ajoyib. Katta rahmat sizga. Habibimiz oramizda bo'lsalar kitobi va sizga. Bu kitob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'sha tarixda aytgan gaplarini hozirgi zamonga moslashtirib yozilgan kitobda. Mazza qilasiz, o'qib ko'rasiz. Bo'pti, mayli, yaxshi o'ringlar. Agar sizni hayotingiz haqida bitta kitob yozilganida, u kitobning nomi nima bo'lgan bo'lardi? Bilmadim, kelmayapti. Bilmadim deymiz, mayli. Bo'ladi o'sha kitob? Bo'ladi. Bilmadim. Yaxshi kitob. Sabr. Sabr. Wow, mashallah, juda ham chiroyli nom. Xo'sh, agar siz o'zingiz kitob yozish imkoningiz bo'lganda, nima haqida kitob yozgan bo'lardinglar? Nima haqida? O'zimning hayotim haqida yozardim birinchi o'rinda. Qanaqa bo'lardi? Shodlik haqidami yoki qayg'uli bo'larmidi? Shodlik bo'lardi. Shodlik haqida bo'lardi. Yoshligimni juda ham sog'inaman. Yoshligingiz. Ajoyib. Sog'inasiz? Ajoyib. Siznikicha? Baxt haqida bo'ladi. Baxt haqida. Juda ham zo'r. Sizlarni yig'latgan qanaqadir kitob bo'lganmi? Bo'lgan. Bo'lgan. Ana Yulduzli tunlar kitobini Yulduzli tunlar. yig'laganman oxirida. Ajoyib. Juda ham zo'r. Zahirja Muhammad Bobur vafot etdi. Ichida nima bo'lgan? Bitta-ikkita jumla aytasizmi? Shu qolganlar ham o'sha kitob o'qib yurarli kelib ketsin o'sha gapingizdan keyin. O'sha Zahirja Muhammad Bobur hayotlari haqida yozilganda u kitob. Ana to o'sha tug'ilib, katta bo'lib vafot etganlarigacha bo'lgan. O'sha hayotda bo'lgan voqealarning hammasi bo'lgan o'sha kitobda. Ana uylangan ayollari, bolalari hammasi. Nimasi yig'latgan aynan? O'sha oxirida ochiq osmon ostida ana jon beradi-da-yu, o'sha joyda yig'lagan. Sizda bo'lmagan unaqa? Nechta kitob o'qigansiz o'zi? Bilmadim. Marhamat, bilasizlarga. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'sha davrda bergan maslahatlarini mana shu dunyoga moslashtirib yozilgan-da. Так что o'qib zerikib qolmaysizlar mana shu kitob xolasa. Agar sizning hayotingiz haqida bitta kitob yozilganida, uning nomi nima bo'lgan bo'lardi? Sarlavhasi. O'qilmagan hikoyalar. O'qilmagan hikoyalar. Vau. Ichi nima haqida bo'lardi? Hikoyalaringiz haqida? Hech kim o'qib ko'rmagan, lekin qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bo'ladi. Ajoyib, ajoyib. Sizni eng ko'p yig'latgan kitob qaysi? Til ofatlari. Til ofatlari. Imom G'azolining asari. Nimasi aynan yig'latgan? O'zi umuman kitob o'qib ko'rganimdan keyin o'zi gapirishda xil bo'lish kerakligini bilganman. O'zi gapirish past kerak emas ekan. Agar siz yozuvchi bo'lganingizda nima haqida kitob yozgan bo'lardingiz? Diniy va dunyo bilimlarida umumiy qilib yozgan bo'lardim deb o'ylayman. Ularni birlashtirib, ularni o'rtasidagi ko'prik haqida. Ajoyib, ajoyib. Sizda eng ko'p esingizda qolib ketgan kitob qaysi? O'qigandan keyin unuta olmagan, emotsiyalarga beriltirgan kitob. Hozir yaqinda bitta kitob o'qidim. Saytdan topib o'qiganman uni. Annamun degan qizni asari. O asarning nomi Are you sure degan asar edi. Ruscha lekin. Shunaqa. Nimasi yig'latgan aynan? Yig'latadigan emas, lekin kuldiradigan. Da, esingizda qolib ketgan emotsiyalaringiz. Ajoyib. Habibimiz oramizda bo'lsalar degan kitob. Sizga yoqdimi? Falaq nashrdan olib ko'rganmisiz? Falaq nashri haqida bilasizmi? Ha, bilaman. Bu kitob o'qimagansiz hali? Yo'q. Bu kitob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'tgan davr tarixda berib o'tgan bilimlarini hozirgi dunyoga moslashtirilgan versiyasi. Shunaqa qilib yozilgan, qiziq bo'ladi. Bu dunyoda odamlar savol berib qo'ygan. O'sha tarixdan javoblar, shunaqa chiroyli qilib yozilgan, juda ham chiroyli yo'nalishda yozilgan. O'qib ko'rasiz degan aytaman, kitobxonamiz manicha. Tez o'qib tashlaysiz, bitta o'tirishda o'qib tashlaysiz. Albatta, rahmat. Falaq nashriga obuna bo'lib qo'ying. Bo'ldi.
Agar sizni hayotingiz haqida kitob yozilganida, u kitobning nomi nima bo'lardi? Cheksiz umr. Cheksiz ummon. Vau. Ko'p kitob o'qiysizmi? Da. Juda ham chiroyli nom. Nega unaqa nom berdingiz? Chunki biz hayotimizda nima bo'ladi, qayerga borib to'xtaydi bilmaymiz-da, davom etaveradi bu motorlar. Ajoyib, juda ham ajoyib. Aha, sizni eng ko'p yig'latgan kitob qaysi bo'lgan? Ikkinchi ko'rasiz. Ikkinchi ko'rasizmi? Oxirigacha o'qiganmisiz? Albatta. Juda ham ko'p. Necha kunda o'qigansiz? Bir haftalarda. Bir haftada. Besh zo'r. Men bir oyda cho'zib o'qidim, lekin rostdan ajoyib kitob. Eng ko'p emotsiya bag'ishlagan kitob qaysi? Qalb ifati. Qalb ifati. Yaxshi ko'raman kitobni. Nimasi yoqadi sizga? Siz yig'lab o'qiganmisiz oxirida? Vosh. Hammaga maslahat bergan bo'lardingiz o'sha kitobni. Albatta shu kitobni aynan. Yo, nima-ku. Ajoyib kitob rostdan ham. Farq nashrdan kitob hadyamiz bor edi. Kim oladi? Davaychi, mayli. Hayotingiz haqida kitob yozilganda, uni nomi nima bo'lardi sarlavhasi? Hayotim kino bo'larmidi? Xo'p, nomi? Shu hayotim kino. Nomi Hayotim kino. Ajoyib. Agar siz yozuvchi bo'lganingizda nima haqida yozgan bo'lardingiz? Sevgidagi ayriliq. Yaxshi. Sizni eng ko'p yig'latgan kitob bo'lganmi? Yig'latgan emas-u, anchagina siqiltirib qo'ygan. Aha, kitob qanaqa bo'lgan. kitob bo'lgan? Merat Chag'ri Oqtoshda to'siqlarga qaramay sevdik. Oy, ajoyib, yaxshi. Eng ko'p emotsiya bag'ishlagan kitob o'sha bo'lgan, to'g'rimi? Hammaga tavsiya qilishdan charchamaydigan kitobingiz bormi? Endi bilmadim, hammaga har xil kitoblar yoqadi. Qanaqa janrda yozilganligiga bog'liq. Sizga hadyalarimiz bor. Falaq nashrdan Habibimiz oramizda bo'lsalar kitobi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixda berib o'tgan nasihatlar, ko'rsatmalari va uni hozirgi kunda qanday amal qilishimiz kerakligi haqida. Hozirgi kunga moslashtirib yozilgan. O'qib mazza qilasizlar degan aytamiz. Rahmat. Sizni hayotingiz haqida kitob yozilganda, u kitobning sarlavhasi nomi nima bo'lardi? O'ylab ko'rmaganman. O'ylab ko'rmaganman degan nom bo'lardi. Aha, nima nom berardik? Bitta so'z ayting qanaqadir. Hayotimdan mamnunman. Hayotimdan mamnunman. Juda ham chiroyli. Nima bo'lganidan qat'iy nazar. Hammasi uchun Allohga shukr qilib, rahmat aytaman. Nimalarga erishgan bo'lsam, bu hayotda hammasi uchun shukr qilaman. Молодец, juda ham zo'r. Sizni eng ko'p yig'latgan kitob qaysi bo'lgan? Eng yig'latgan diniy kitob Qaysi bo'lgan? payg'ambarimizning hayotlari, Hayotlari haqida. tug'ilishlari anaqa. Sizni eng ko'p emotsiyaga solgan qaysi kitob bo'lgan? Badiiy kitoblar ko'p o'qib turardim. Ko'pda hozir esimga kelmayapti. Bittasini ayting. Afitollohim o'qiganmisiz? Yo'q, nikoh qadriyatlarini o'qiganman. Qaysi? Nikoh qadriyatlari. Qadriyatlar. Emotsiya bergan sizga kitob. Ajoyib. Ta'sirli anaqa. Juda ham zo'r. Siz agar yozuvchi bo'lganingizda nima haqida kitob yozgan bo'lar edingiz? Nima haqida yozgan bo'lardim? Bilmadim. O'ylab toping shunchaki. Hayotingizdan kelib chiqib ayting. Hayotim haqida yozgan bo'lardim. Qiziq kitob bo'lardi. To'g'ri uchun ba'zida aytishadi, shu farzandlardagi adolatsizlik haqida yozardim yoki ota-onam haqida yozardim, orzularim ushalmasligi haqida yozardim yoki navarot shunaqa deb aytishadi. Men ham shu farzandlarim haqida yozardim, farzandlarimning kelajagini. Ona nuqtai nazaridan farzandlaringiz haqida. Ota-onam, farzandlarim. Ajoyib, ajoyib. Katta rahmat. Mana Falaq nashriyotidan sizga sovg'amiz. Bu kitob Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixdagi bergan nasihatlari hozirgi hayotda qanaqa ish berishi yoki hozirgi hayotga moslashtirib yozilgan versiyasi. Kattakon rahmat aytganingiz uchun siz yaxshi bo'lsin.